Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz qarindoshlar. Hammalarga Uyg'ur Adliya Arxiv Ombiridan oliy ehtirom va o'tliq salom. Xitoy hukumatining muhojiratdagi Uyg'urlarga selayotgan tahdid va andishlarining kundan kunga eshishiga ergashib, xalqaro matbuot, kishilik huquq organlari va har qaysi davlatlarning bexatarlik organlari bu masalalarga kundan kunga diqqat qilmoqda. Shundaqla matbuotlarda bu xildagi xabarlar orqa-arqadan chiqmoqda. Buning bir tipik vakili Norvegiyadagi Xitoy elchixonasining Uyg'urlarga parakandichilik silib urgan telefoni bo'lib, bu nurg'un Uyg'urlarni aytib parakandi qilgan, shundaqla andishaga solgan. Bu xabar Fransiya, Norvegiya, Amerikaning matbuotlariga chiqqandan boshqa Al Jazeera buni maxsus ziyorat qildi. Bu yerdagi masala ba'zan Uyg'urlar Xitoylarningki o'zining tushuntirishi, ya'ni bu to'g'ri aldamchiligi telefoni Xitoyningki konsulxonasi bilan hech qanday aloqasi yo'q degan gaplarga ishonib bizga xabar bermadi. Shundaqdan 30 ga yaqin odam bizga buning o'zininki shu xildagi parakanchiliklarga uchraganligi to'g'rida xabar berdi. Oxirida biz bu barliq materiallarni munosabatli o'rinlarga, bexatarlik o'rinlari va matbuotlarga ta'minlagandan keyin bu xabarlar Xitoyningki muhojiratdagi Uyg'urlarga to'xtamay parakanchilik qilayotganligi ham Xitoyning bu ishlarda har turli har xil amallar bilan Uyg'urlarni parakanda qilayotganligi yana bir qatam xalqaro matbuotlarda isbotlandi. Agarda biz Xitoy va Xitoyparastlarningki tushuntirishi bilan bu masalalarga sal qaragan bo'lsak, texnik cho'nqur izlanib material to'plamagan bo'lsak, bu xabarlar Xitoyning qilg'ini bo'yicha qoladdi, ham xalqaro bu ishlarga diqqat qilmagan bo'ladi. Balkim bir odamning Xitoyning tahdidiga uchrashi xalqaroning diqqatini tortmasligi mumkin. Lekin o'nlab, yuzlab odamning o'xshash shaklda Xitoy konsuli va Xitoy amallik xodimlarining tahdidiga uchrashi bu xalqaroda qattiq cho'ng g'ulg'ul qo'zg'aydi. Mushu masalalarni ko'zda tutib, Uyg'ur Adliya Arxiv Ombiri Xitoyning Uyg'urlarga selayotgan har xil tahdidlari to'g'riliq ma'lumot to'plash uchun yangi bir sahifani ochdik. Bu sahifamizga har qaysi davlatlardagi Uyg'urlar o'zining beshidan kechirgan sazgirashlarini, ya'ni Xitoyning qaysi shaklda, qanday usullarda Uyg'urlarga selayotgan tahdidlarini bizga maxfiy shaklda ma'lumot bersa bo'ldi. Bu ma'lumot to'plash butunlay yopiq shaklda bo'lib, biz uchur beruvchilarning barliq uchurlarini qat'iy maxfiy saqlaymiz. Biz faqat yig'ilgan uchurlardan maxsus doklad tayyorlab, muhojiratdagi Uyg'urlarning Xitoyning qaysi organlarining qaysi shakldagi qanday tahdidlarga uchrayotganligini doklad shaklida tayyorlab, xalqaro matbuotlar, har qaysi davlatlarning tashqi ishlar idoralari, shundaqla kishilik huquq organlariga bu dokladni tayyorlab beramiz. Biz bu dokladimiz orqali muhojiratdagi Uyg'urlarning Xitoyning qaysi organlari va qaysi xil usulda tahdidga uchrayotganligi, bu tahdidlarningki muhojiratdagi Uyg'urlarga keltirayotgan har xil besim andishlari ham Xitoyning muhojiratdagi Uyg'urlarni mushkul usullarda kontrolga olmoqchi bo'layotganligini butun dunyoga oshkorlashni ko'z tutdik. Barliq qarindoshlarningki bu masalalarga sal qaramay jiddiy tutib, bizga bu ma'lumotlarni yopiq shaklda tizimlab berishni chin qalbimizdan umid qilamiz. Barliq qarindoshlarga rahmat.